Men Barobar bio 21-guruh talabasi Niyoz va Shahnoza umumiy mikrobiologiya, bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologiyasi va tuzilishi mavzusidan tayyorlagan taqdimot ishi. Bakteriyalarning kimyoviy tarkibi bu ularning tarkibiga kiradigan oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislota kabi moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bakteriya hujayrasi azot, uglerod, kislorod, vodoroddan tashkil topgan. Azot quruq qoldiqning 8-16% uglerod, 45-55% kislorod, 30% vodorod, 6-8% tashkil qiladi. Yana bakteriyalar hujayrasi 8 tarkibga suv, ferment mavjud. Bakteriya hujayrasi kimyoviy tarkibi fermentlar, suv, quruq qoldiqlar. Bakteriyalar tarkibini o'rganish, ularning hujayrasi tarkibidagi kimyoviy moddalar va ularning bakteriyalar hujayrasidagi ahamiyatini o'rganish. Quruq modda tarkibiga kiruvchi oqsil, uglerod, lipid va bakteriyalarning kimyoviy tarkibi bu ularning tarkibiga kiradigan oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislotalar kabi moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bakteriya hujayrasi tadqiqot natijalari bakteriya lipidlari erkin yog' kislotalaridan 25-30% neytral yog'lar, mum va fosfolipidlar iborat. Ich terlama bakteriyalarning lipidlari erkin yog' kislotalari palmatin, stearin, kapron va boshqa kislotalardan tuzilgan. Sil makrobakteriyalari uglevod va mikol kislotasidan iborat bo'lib, tarkibida 12-15% bog'langan lipidlar bor. Bulardan ko'p miqdorda mum moddasi ham bo'lib, bu omillar mikrobakteriyalarning kislotasi, spirt, ishqorlar ta'siriga chidamliligini ta'minlaydi. Bakteriya lipidlar, fosfolipidlar quruq moddaning 0,5-7% tashkil etadi. Fosfolipidlar gidroliz qilinganda yog' kislotalari, polisaxaridlar va glitsifosfat hamda xolinlarga parchalanadi. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi oziq muhitning turi, moddalar almashinuvining ketishi va tashqi muhit omillariga bog'liq. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibini o'rganish, bakteriya tarkibida mavjud bo'lgan fermentlar, vitaminlar, oqsillar, uglevod, lipidlar, nuklein kislota va boshqa shu kabi quruq moddalarning bakteriya hujayrasidagi miqdori, ularning tarkibiy qismlarini o'rganish. Bu moddalarning kimyoviy tarkibi, turlari va ularni o'rganishdan iborat. Bakteriyalar yunoncha so'zdan olingan hisoblanib, ular ikki xil guruhga bo'linadi: evkariot va prokaryotlar. Bakteriyada hujayra pardasi ko'p